Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Imom jahriy namozda Fotihani o'qigandan so'ng orqada unga ergashgan inson Fotihani o'qiydimi yoki yo'qmi degan savol berdilar. Avvalambor Alloh taolo oyatda "Ayda quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun." Agar Qur'on o'qiladigan bo'lsa, uni tinglanglar va unga quloq solinglar, shoyat Alloh sizlarga rahm qilsa degan oyat bor. Shunga ko'ra, imom namoz o'qiyotgan paytda, jahriy namozda imom Qur'on o'qiyotgan paytda orqada turgan inson Qur'onga tinglab, eshitib turadi. Va Qur'onni tinglashlik vojib. Lekin namozda vojiblar va rukunlar bor. Rukunlar vojiblardan ustun turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriy Muslimda rivoyat qilingan sahih hadisda aytdilarki: "La solata liman lam yaqra bi ummil kitab, bi fatihatil kitab." Fotihani o'qimagan insonga namoz yo'q dedilar. Fotihani o'qimagan insonga namoz yo'q. Shuning uchun Fotiha namozning rukni deb aytishadi. Fotihani o'qimaslik bilan bu Fotihani o'qishlik rukun bo'lar ekan. Bu yerda endi ikkita narsa qarama-qarshi bo'lib qoldi. Qur'onni tinglashlik bu vojib va Fotihani o'qishlik bu rukun. Shuning uchun ulamolar Ibn Usaymin va boshqa ulamolar aytishadiki, inson namoz o'qiyotgan paytda imom jahriy namozda Fotihani o'qiyotgan bo'lsa tinglaydida, so'ng valaddallin amin degandan keyin o'zi Fotihani alohida o'qiydi. Ya'ni Fotihani o'qiyotgan paytda tinglab turadi. So'ng imomdan keyin Fotihani o'zi boshqatdan boshlab Auzubillahi minash shaytonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahi robbil alamin deb Fotihani o'qiydi. Qolgan suralarni esa o'qimaydi. Zam surani alohida qo'shib o'qimaydi. Faqat Fotihani o'qiydi, chunki Fotiha namozning rukni bo'lganligi uchun. Ammo qolgan suralarni esa o'qimaydi. Ikkinchidan, sirli bo'lgan namozlarda Fotihani ham, zam surani ham va boshqa barcha zikrlarni hammasini o'qiydi. Vallohu a'lam.